ko'p yashay. Sen uchun emas, Saidov, Oyjonga. Sinfdoshingga erga tegsang. Zato endi eriyman, o'rtoq Saidova. Ma, Oyi, oling begim. rahmat. Bor xolamdan so'rab chiqib ketishga muloqot qiling. Qachon o'rganasan, o'sha sen xolam deydigan odam sening qaynonang. Xo'p, qaynonamdan so'rab chiqib ketishga muloqot qiling. Qachon o'rganasan shu biz er-xotinligimizga? Qachon meni sizlamoqchisan? Men 11 yildan sansiraganman-da. O'shaning uchun qiynalyapman. Tushunsang bo'ladi-ku. Tushunsiz. O'xshamayapti. Sansiravering. Uf! Jonimga tegib ketdi hammasi. Nima emas Said ishini yuvishim kerak? Yedingmi, o'zing yuv, tur. Toming ketib qolmadimi, xotin? Ha, aytgancha men bu yerda kelinman, ha? Shunda mana shular hammasini o'zim yuvishim kerak-a? Sen siz menga uylandingiz, ha? Ha, mayli unda yaxshi dam oling, Erjon. Saidov, qatga. Sinfdoshlarim bilan kontrga olib kelaman. Bormaysan hech qayerga. Sen bo'la o'sha sinfdoshlar bilan men hammasini bilaman qanaqaligini. Bittasi alkash, bittasi narkoman, bittasi xotinboz. Bormaysan, qarochi, sen uylangansan. Voy, qarangan shu uylangan ekanman. Shu qachon meni xotinim shu sizlashtirgan ekan-a? Endi sekin-sekin o'rganyapman-da. Bormay, iltimos, jonim. Sen meni hozir shunaqa gaplarga aldanadi deb o'ylaysan. Alo. Bolalar. Meni umuman kompyuterga chaqirmanglar. Xotinim emas. Prosta odamning mazalari yo'q. To'g'ri tushuntiringlar. Bo'pti. Bo'ldimi? Bo'ldi. Молодец.